Yugurib kelishim juda qiyin ekan bor-ku, juda ham charchab ketdim. Mashinam borlik payti qadriga yetmaganim. Endi mashinasiz yuguraman, onasi demsin. Hatto bitta velosiped bo'lganda ham tezroq yetib kelardim. Obbo, nima qilsam bo'ladi endi? Doim piyoda yuraman men bu qishloqdan bu qishloqqa, bu qishloqdan nariq qishloqqa, nariq qishloqdan mana qishloqqa, mana qishloqdan 100-qishloqqa, 100dan 97, 97 13 boshim aylab ketadi-ku. Shu ishlarim bo'lmasa edi, bitta qishloqda doim yashardim. Iloji bo'lsa shaharda yashardim. İşlerim boshimni qotiradi-da, mayli. Tovuqchalar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Meni solib qolmadilaringmi? Bularga qiziq yo'q ekan, bularga gitara ekan bor-u. Lekin men sizlar sog'indim. Tufak ekan. Mana tuxum bor ekan, olib yeyish kerak tuxumni pishirib desam ishonmanglar. Ichidan jo'ja chiqarmi deganim chiqmadi. Tozalashdim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar mana yangi video roligimda. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Nimagadir shu kunlarda yomon tez gapiryapman, his qilyapsizlarmi? O'zim ham his qila olmay qolyapman. Bor, yomon tez gapirib deyayotgan bo'lib qopman. Bilmadim. Tak birinchi bo'lib borib Janob Mer bilan ko'rishib kelish kerak. Janob Mer chunki bu Janob Merda. Janob Mer bo'lgandan keyin u Janob Mer. U olma bu yerdan doim olma tushmasdi. Bugun olma tushdi, qo'yil, olmani olib qo'yamiz. Janob Merga beraman. Janob Merga olma olib keldim. Deyman. Xursand bo'ladi. Assalomu alaykum Janob Mer. Va alaykum. Qanaysan? Jo'xa tinchmisan? Yaxshi kelib qoldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Ha, zo'r. Sizga bitta sovg'a olib keldim. Yo'q, olmami? Yo, bu olma emas, bu gilos, bu katta gilos. Olma-ku. Olma-da, olma bo'lgandan keyin ko'rib turibsiz-ku olmali. Men mana shu yerga qo'ydim, och qolsangiz yeysiz. Och qolmasam yeyveraman keyinroq. Shunaqa qarochi. Nima gaplar qishloqda? Tinchlik, shu notebook'im yo'q, kompyuterim buzilib qolgan, shuni tuzata olmay o'tiribman. Nimaga buzilib qoldi? Qayerga buzilib qoldi? Bilmadim, buzilib qoldi-da, tushunmayapman qayerga buzilganini. To'xtangchi, hozir men sozlash yordamini qochib tursangiz, qoching. Bo'ldi, o'zim sozlayman, ketaver. Sozlardim lekin, mayli, o'zi bilasiz lekin. Endi, sani o'zing shaxsiy ishlaring bor, qishloqqa prosta kelmagandirsan. To'g'ri aytasiz. Bo'pti, men ketdim. Soataman ketdim, bo'pti. Sog' bo'ling, yaxshi o'tiring, yomon o'tirmang, yaxshi o'tiring. Siz ham tezroq uylanganingizda xotiningiz bilan o'tirardingiz, ammo uylana olmayapsiz. Birovning ustidan kulmagin zinhor, o'zingni ham ustingdan kuluvchilar bor. Unga xotin yo'q deb kulib, o'zimda ham xotinim yo'q-ku. Nima birov ustidan kulaman? Voy, tentak, Jo'xa, nima qilyapsan deydigan odam yo'q. Xullas, endi stop. What the to'xtanglar. Nima bu havoda turibdi mana stol? Men hayronman. Balki devorga yopishib turgandir. Hammasi yaxshi. To'xtanglar-da. Nima bunday ochiq? Men tushunmadim. Men hali ham tushunmayapman. Men bundan keyin ham tushunmasam kerak. Narvon parvon yo'qmi? Qanday tushiladi bu? Bu nima bu o'zi? Bu qanday g'or? Bu sichqonlarning g'orimi ekan? Voy, meni polizda ekinlarimda. Xayriyat yemabdi. Men sichqon uy qurib yeb ketibdimi deb o'ylabman. Atak yo'q, yemabdi ekan. Mayli. Polizda ishlash kerak, to'xtanglar-da. Men borib daraxt o'pkim, narvon yesam, mana bu yerga bir kirib ko'ray. Nima bor ekan? Sichqonlar uyi bo'lsa, kirib sichqonlar bilan urishaman. Senlar nima qil? To'xtanglar-da, chotki idea bor. Sichqonlar boshqa uylarda narsa tashiydi-ku iniga. O'sha narsalarni o'zlashtirib olaman. Shunchalik ham yomon bo'lamanmi? Yo'q, sizlarga bunaqa ishlarni tavsiya etmayman, lekin o'zim qilaman, ko'ryapsizlarmi? Wow, mazza. Unaqangi ishlar faqat Jo'xani qo'lidan keladi. Kimsan Jo'xa? Kimman Jo'xa? Kim biz Jo'xa? Sen kim, men kim, u kim, bu kim deganday Jo'xa. Короче, jigarlar tezlashtirishimiz kerak. Aytgancha, kommentariy yo'q, video описаниесida Telegram kanal manzili bor. Tez Telegram kanaliga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda yaqinda 200 ta obunachiga erishamiz. Balki erishib bo'lgandirmiz ham. Sizlar obuna bo'lsanglar erishamiz. Tez erishib tashlaymiz. Sizlar obuna bo'lsanglar tamom. U yerda juda ham zo'r narsalarni aytaman. Ya'ni har kuni yangi ma'lumotlar, yangi hazillar, yangi videolar haqida ideyalar, yangi video nima haqidaligini aytaman. Tovuq bashara, oyog'ingga bashara. Oyog'ingga basharam dedim. Basharing yo'g'im. Cho'chqa. Sen pat yeb tur, mana shu yerda, xo'pmi? Tog' go'sht yemaysan. Sen har balo yeysan-ku, to'xta. Sen har balo yeysan-ku. Mana uni ham yeb qo'y, xo'pmi? Yeb qo'y. Xo'sh. Musulxonada bitta bo'mchi yashardi, qayerga ketdi? Bo'mchim kuchayib, u yoq ko'chib ketdimi-kan-a? Bilmadim. Rostdan ham kuchaygandir. Bu tulka bor ekan bu yerda. Bu yerda ham tulka. Suyak. Itim bor edi qayerdadir. Itimga olib ketaymi-kan kuchukchamga?
suyak yaxshi ko'rardi o'zi. Bu qishloqda suv bormi? O'tgan galgi qismda bilasizlarmi? Qishlog'imizda suv tugab qolgan. Ya'ni ko'l qurigan, boyagi qanaqa ko'l, quduq qurganda keyin soqqa qilib olgandim suvni ustidan, suvni o'zidan, suvni ostidan desam, короче, suvdan soqqa qilib olgandim. Tak hammasini birlashtirib, fiting qilib turib, mana o'zidan cho'p yasab turib, 16 ta cho'p. 16 ta cho'pga nechta bizga narvon beradi? 6 ta. Menimcha yetmaydi-yu. 2, 3, 4, 5, 4 tadan bizga beradi 18 ta. 18 tadan bizga nechta narvon berar ekan? Tak 3 ta 6. Tak 12 ta. Menimcha yetadi. Da yetsa kerak, yetmasa qizig'i yo'q. Bu yerda notebookcham to'xtab tur. To'xtanglar. Bizda kirka bor axir. Nima qilamiz notebookchani u yoqdan olib o'tirib, mana bu yerdan tushib ketsak bo'ladi. Mana shu yerdan bemalol bu yerda ochib qo'ysak, zina bo'ladi o'sha. Bu yoq mana takoy bo'ladi. Va bu yoqdan uzoqroqqa turib narvonlar qo'ysak, tak qo'y. Voy! Botib ketdim-ku. Mayli, hozir bu tomondan qo'yib chiqamiz ekan undayga. Tak. Okey. Mana. Bemalol bunday chiqib ketsak bo'lar ekan. Aylanma, buralma, qishayilma degan bu yerda qanaqadir sandiq ochamiz. Ichida Trustworthy map. Xarita? Qanaqa xarita bu? Fakelni olib ketaydi. Uxlatamiz fakelda. Tak ikkinchi qo'lga olamiz. Ketgan endi tepaga chiqamizda ko'ramiz qanaqa xarita ekan, qayoqqa borar ekanmizda. Balki boshqa davlatga borib qo'yar, tasavvur qilinglar, boshqa davlatga borib qo'ysa rostdan ham. Bunaqa qo'yaylik. Zo'r cho'tga. Endi hozir xaritani ko'ramiz. Qani xaritada nima bor ekan? Qo'limdagi fakelni nima qildim? Qo'limdagi. Qo'limdagi fakel qani? Tushunmadim. Qayerga qo'yib yubordim shekilli. Bilmadim, короче. Tak xaritani ko'rdim. To'xtanglar, yana bir ko'rib olaylik. Okey. Xazinani xaritasi ekan. To'xtanglar, biz xazinaga borib kelamiz. Onasilar kerak, tapor kerak bo'lib qolishi mumkin. Buni olib bu yoqqa qo'yamiz, ketdik. Xarita bo'ylab borib kelamiz. Tak to'xtanglar, rasmga olish kerak, chunki buni bu holatda ko'rib bo'lmaydi. Bilasizlar, o'tgan galgi videoda ham xuddi shunaqa xarita topib olgandim. Olamiz rasmga, bo'ldi, все, buni olib tashlaymiz. Endi ketdik. Ana endi rasmga qarab, mana ekan-ku, qayerga qo'yib yubordim desam, eshikka qo'ygan ekan. Mana bu yerda tursin. Tak ana endi xo'sh, telefonim qani? Telefonga qaraymiz, ketdik davay. Xo'sh, qayoqqa qarab ketyapti bu xarita? Burilish bor ekan. Tak yana to'g'riga, menimcha bu ko'lda aylanib o'tishni belgilab qo'yibdi. Dahshat ekan bor-u. Yana ko'l atrofini aylanib chiqdi edimi? Nima bu tentak xarita? Yomon tentak xarita ekan. Yana aylan deyapti. Necha marta aylanaman? Yana 3 marta ko'rsatyaptimi? Bu xarita emas, bu tentak, bu xarita emas, tentak. Yana bir marta oxirgisi qoldi. Boshim aylanib ketdi-ku. Mayli, nichiva. Biz amana aylanib bo'ldim. Qani, ko'raylikchi. Yaxshi. Endi bu tomonga yurishimiz kerak ekan. Qizil gullarning rasmi bor ekan. Kakris mana o'sha qizil gullar. Endi qizil gullardan o'ng tomonga, keyin to'g'riga yurib, jardiyoniga borgandan keyin chap tomonga deyapti. Chap tomonga yuramiz. Chap tomonga to'g'ri yurib, sariq gullarning oldidan pastga. To'g'ri, hammasi realni ko'rsatilgan ekan qo'yil. Endi bu yoqqa, endi qayoqqa? Suv, mana daraxtda suv oqilyapti. Ko'ryapsizlarmi qanday nerealniy voqea. Tak to'g'ri ketyapmiz, to'g'riga, bu tomonroqqa ekan. Bu tomonroqqa. Tak bu yerdan qanday o'taman? To'xtanglar, bizda reja bor. Tapor olib kelgandim-ku, mana shu tapordan foydalanishimni bilardim o'zi. O'shaning uchun olib keldim tapor. Mana bunday qilib qo'yamiz. Tak ana endi qayerga yurishimiz kerak? Endi to'g'riga yurishimiz kerak ekan. To'g'riga va shu yerda sandiq. Mana o'sha sandiq bo'lish kerak demoqchi edim. Mana o'sha bizning sandiqchamiz. Tak. Endi bu sandiqchamizni ochib ko'rishimizdan oldin prosta ko'rib ko'ramiz. Prosta ko'rib ko'rish uchun avval ochib ko'rishimiz kerak. 1 2 3 hayajonli daqiqalar. Mana bu yerda qo'ziqorin nima qilyapti? Qo'ziqorinni olib turib, mana suvni ichga o'taylik. Endi cho'kib o'lasan. Bo'ldi. Unaqa tezkilash shart emas. Davayte, hayajonli daqiqalar. 3 2 1. Kanalga obuna bo'linglar. Va mashinami? Zelenaye Lamborghini Aventador. What the Aventador? Ketgan edi mashinasini. Bizda o'sha Lamborghini mashinasi bor. Lamborghini. Biz o'sha kucha. Aytgancha esinglardami? Piyoda keldim deb turganim, kakris mashinali bo'ldim. Vatta taxt. Minib ko'ramiz mashinani. Tak, qani Lamborghini Urus emas, Lamborghinini qanaqadir boshqacha model ekan, bilmadim qanaqa model. Xullas, mana shu yerda haydab ko'ramiz hozir asta-asta. Tak, bu yoqqa asta haydaymiz. Takoy. Mer ko'rdim, mana o'sha hayajonda mer, o'sha kutmagan. Qoch, urib ketaman, tentaymisan, yangi mashinamni rasvosini chiqaraman-ku, sen urib ketsam. Tak,
уже janob mer hayajonda umrida bunaqa mashinani ko'rmagan. Jo'xa qayerdan oldi bu mashinani deb o'ziga o'zi afsuslanyapti. Jahon joyiga men bo'lsam bo'lardi-ku deb. Давайте yana bitta qilib ko'ramiz. Chotki. Ko'rdinglarmi drift qilishini? Drift. Uyimga borib urilmasam, voy, qayerda titdim? Ha, hech qayerda titilmabdi, xayriyat. Tak. Ozgina qoldi. Buni qaranglar, kirib ketibdi. Arqaloq qo'yaylik. Bir falokatni boshlashdan oldin olib borib mashinani tinchgina yo'q, ketdim, qaytib. Men 100-qishloqqa ketaman, qarochi. Qaytib mana endi mazza, endi mana bu mashina bilan borish juda mazza bo'ladi, yo. Tak, qaysi tomondan ketsam bo'ladi? Mana shu tomondan ketaveraylik asta-asta. Tak. Ketdik, davay. 100-qishloq meni qarshi ol.